Tak, meniki bugungi kurashga qo'yilgan tuya, qadrli obunachilar. Meniki nor tuya. Uncha ham katta emas, endi yoshini bilmayman, necha 2 yoshdami, 3 yoshdami. Sen katta emas bu meniki. Bitta like bosib qo'ying videoni boshidan, mazaq tomaza. Bitta yana toycha qo'yilgan bugungi kurashga. Meniki toycha. Toy baylanib turibdi, kutyapti meniki egasini. Bugun kurashdan bitta kishi nasib bo'lsa kimdir olib ketadi uni. Qadrli obunachilar, meniki kurashga ham keldik. Bitta qadrli obunachilar, mana kurashga ham keldik. Angor tumani Kayron mahallasiga keldik. Hozir men sizlarga buni kurashdan zo'r lavhalar ko'rsataman. Takishda videoni boshida har doimgidek like bosib qo'yasiz, komment yozib qo'ying. Qaysi polvonlarni kuzatib borasiz. Qadrli obunachilar, birovni qo'shmasin, shularni bir hal qilay. Boshqacha ekan. Bo'lmaydi bu. Akrabat qilmas. Ha, shunday qilamiz. Nima bo'ldi? Hamda polvon qo'rg'on. Varaqil Faxridan yekoning 500 ming so'm puli bor. Amin Alloh akbar. Ha, polvon menimcha to'rga borasizlar yaxshi. Kelgandi. To'rga. Ilhom, bo'lanmasin, duo yog'asini chaqirib qo'shamiz. Chaqirib qo'shamiz. Shunday qilamiz. Qanday yog'az, zo'rmi? Yaxshimi? Charchamasizmi? Bo'g'ani qo'yib ol deyapsizga, tur. Yo, shovqinga qaranganda. Ustimda bakon. Men dahshat yetdi lekin. Ha, Jiya. Sen aytgan bo'la, chetga qilaqsanlar, bo'ldi, tamom. Sen o'zing qo'yganman. Boshqani yo'q, seni bo'lgani yo'q dedi. Bor, Hamdam. Qarab turibsan, bo'lmadi dedinglar, chaqirma. Ne qilib bo'lgani yo'q seniki? Kallani ortdan qo'y. Jiya, qaramadim shekar. Ha, olmanerdan Hisoblanma, qaytadan bilan. Lan 500 mingni ber. Bo'ldi, boshqa bittasini ham qo'shma. 500 mingni ber. O'ri yo'q, endi o'rini abitdan keyin chaqirib olishasiz. Endi boshqasiga qo'shamiz, katta polvonni qo'shamiz. Kerak yo'q, ular chaqirib o'zbekiston polvonlarni. Angardan Zokir kelib yoqdi, Zokir kelib yoqdi. Kim Zohid deyapti. Aqlishlar bilan chaqirmoq kerak endi. Dimka o'rgatdi bu yani. Dimka chaqirgan shularga qo'shib. Bo'g'ani yo'q, kim bo'ldi deb balichga aytaveradi. Bo'g'ani yo'q. Ustingda bakon bor, sizlardan olishgan shu. Xo'jayar bu yoqqa, bosh bu yoqqa. Bo'lmaydi bolam, bo'lmaydi, qo'yib. Ana, bu ishqa bo'ladigan chaqir, Dimka, shular olishtiradi. Sizlar qo'shib beringizlar, shular aka. Bu yoqqa. Qo'shamiz ekan. Bu yoqqa. Qashqadaryodan Shuhrat polvon o'ng qo'limda. Chap qo'limda Xo'jayar polvon Kayrondan. Ikkovini yozdingmi? Ikkovini. Bitta holigilam bor 300 ming. Amin Allohu akbar. Kim bosh? Lan Jahongirning oldida o'tan. Ey, Jahongir. Jahongirning oldida. Sapar. Bor. Tushunmadim. Ko'payib ketdi blogerlar, kasblar. Yo'q, shiryapti. Hay. Abdurahmonov Xolmagan hisobidan 200 ming so'm, ishlariga omad bersin. Ko'p qilyapti. Birdaniga 5-6 yo'q endi. Arslan Jorqo'rg'ondan Sevdiyar polvon o'zimizning Kayrondan yekoning 100 dollar puli bor. Amin halol tomisi bilan yozik o'yin. Sizga olishsin. Sizlarga duo yo'q. Sizlardagi bo'ldi, muddati o'tdi. Abitdan keyin olishga borasan endi. Dimka. Endi qo'y dollarlik polvonlar chiqdi. 50 ming so'm qo'shib berasizlar. Ha, bir ko'rsat bo'lsa shunday bo'lishi kerak uni. Ana shu deb bosgandan keyin betiga qorayolmi bombasiga bor. Jig'ilmadim. Bomba polvonlar. Babish talab qilyapti. Bomba ham kimni boshini bilyapti-da o'zi. Shu akalar polvonni qo'yib
rahmatlar. O'z polvonlar chalalar bilinib turadi shunday. Dimka kattarak bo'ladigan endi zot qo'yadigan joqni. Katta polvonlar kiygan bo'lsa, kiyingar bir ko'rininglar, bilaylik. Dimka mana shu Qumqo'rg'ondan shu polvonga xotin kim edi? Ozod polvonga Dimka chaqiradi. Qo'yinglar, ey. Yetdi bugun buni. Joli yosh bolamidi, yoshroqmidi? Yo'q, sal katta. Kattaroq bola, mana aka, uloq yetibdi mana aka bugungi kurashda. Hozir davomini ko'rsatamiz. Murat, Qo'y. Hey, Mansur metallanchi madaniyatdan 500 ming so'm. Ishiga omad, metal ko'p bo'laversin. TVDRlarning ustiga 100 ming so'm qo'shib qo'ysin. Bo'ldimi? Bitta qo'ysak bo'lsa, 5 polvonga. vaqtga birasa o'rmosh kerak. Beramiz. Qo'y. Dimka olnar ekan vaqtida. Nasıl urib qo'ysa ham bosarlik. Sebash polvon. Sebash. Mana nevara. Xudo ziyoda qilsin. Yo'ldosh polvonday olish chatig'aniga qo'yamiz buni. Buni ham har qanday tarig'iga yo'q. Yo'ldosh polvonday bo'lib olish chatig'aniga qo'yamiz. Aytmasa foydasi yo'q. Ilham, kattaragini jo'nat endi. Bo'ladigan Ilham, ozodqa top, ozodqa. Mana Olpamishga top. Olayim men ushla. Aqterga qo'shing. Mana ro'zg'oringizga baraka bersin. Dimkajon. Tohir. Buni 2 metr chetga olib gurum qildiringlar. Bizning Makkayni olib to'laydiganing bor. Tohirchilar to'laysizlar Makkayni. Bosilib qolgan. 1 kilometrga 9 ming bo'lyapti. 17-may kuni Xudiyorov Hayit akamiz yangi Kayran mahallasida katta kurash beradi. Hoji Momaning uli. Zotlari hozir e'lon qilaylik desak bir 24 minut ketar ekan. Zoti behisob omad to'ylariga baraka beraversin. 17-mayda ham bor ekan. Davosiz sanaqalik ko'rsatamiz sizlarga. Yo'q, kelish, Zohid bilan shekoni qo'shadi. Xotin kim? Angardan chap qo'limda Karim polvon, o'ng qo'limda Zohid polvon. Shularga gilamiz bormi? Ha? Bormi? Bitta xoligilam ustiga Yo'ldosh polvonning 200 ming so'm puli. Yo'ldosh polvonday qilib olish masalani zot yo'q. Amin, Alloh baraka bersin. Senga baqa o'tiribdi bo'lib dedimi aka bu yerda? Bo'lmadi, qo'yib olasiz. Menga qaranglar, Ilham. Sherobod mana Doniyor kelibdi, qaranglar. Stop. Sabah bo'lmaydi. Bo'laman, o'rtada qolsin. Ko'ngilga ketdi, men ishtimasdan bir gap bo'ladi. Dimka Ilham, ikkovga bir yarim bitta polvon jo'natib qara. Bo'ladiganni jo'nat. Kasalini qo'yib ona anglaydiganni endi. Allar polvon siz taniysiz? Kichkina Rustam polvonning nevarasi bo'ladi shu. Arslan polvon. O'g'li. Ha. Ikkoviga $100 puli bor, omin halol tomosha beradi. Kim bor bunga? Kim bor? Panerga olishasizlar. Umbarib Ilham ukamizdan ham 100 ming so'm. Ilham bay charchamang. Odamlar telefon qilsa darrov joy tursin. Tirshaqaning hali 3dan birini bergani yo'qdi. Halol iqtivari ko'rmaydi. Olpamish polvonga bir qo'rsoq bo'lsin. Olpamish polvonga bitta qo'rsoq bo'lsin. Olpamish polvonga $100 ketdi. $100. Ko'p. Olpamish polvon Xudo quvvat bersin. Ular ko'p olishtirasizlar yana, Dimka polvon olishtirasizlar. Kattartamiz, mana pirlovchilarga qo'ydik.
Artık sizlar endi tovoq polvonga olishtiramiz. Tovoqqa chiqilsang, mana qara. Ozodga chiq mana. Doniyarga chiqilsang kel. Javohirga chiq. Bo'ldi endi bular to'xtat demkan. Bulardan uxlab qolgan bo'lsa, juyogilar uxlab qolib, rizqdan quruq qolgan. Uxlab qolgan masalan ayb o'zlaringda. Hey. Allohu akbar. Zafar, sening ham ovozing chiqsin. Ey, Zafar polvonga borasizlar. Zafar polvonga. Boshqasini qo'shasan. Kallani ortib berdim. Voy chiqib majbur qilyapti. Angordan Asilbek polvon. Kayrandan Sevdiyar polvon. Ikkovining 600 ming so'm puli bor. Amin Alloh. Qara ey, Najim polvon qo'lni ko'tar. Najim polvon. Rastlab qara yaxshi. Endi to'xtatsin. Davraga esa qo'sh. Ana voy, Baxtiyor akamiz O'ztelekom 100 ming so'm. Baxtiyor aka, qimmat abonentlar ko'payaversin aka. Yo'q narsa. Og'aylar. O'zimizning to'ylarimiz emas tumandan nelar vaqtimiz. Allohu akbar. Sho'rchidan Diyora qizimiz kelsin. Kim yoqqa Diyora qizi? Bitta mana shu qizimiz ham duo qilasizlar. Diyora Keldiyarovaday yaponlarni bosib bersin. Amin Allohu akbar. Qizim, senga bugun olishadigan yo'q ekan bu yerda. Ertalab kelganda uchovi boring javob berdik. Ishing omad, olimpiada chempionlari bo'lgan qizim. Bo'lmaydi. Yo'q. Ha, polvon, bo'lmaydi. To'y egasi nima bersa ajrashgan polvon shuni oladi. Shuni ber, buni ber deya olmaymiz. Jabbor tog'a suvini ham qo'yib qo'ying oldiga. Amin. Kattartib ey. Dimka, javohirlarga qo'shinglar endi, javohirlarga. Qanday shunday qilmoq kerak endi? Dimka, javohirlarga qo'shinglar. Endi ha, bu yoq qaranglarda. Javohir bu yoqqa. Olpon. Yo'q kelay. Bir yillar Qo'llar polvon, bir yillar Tallimarinda Baxtiyor ko'zini olishganda Xolto'ra polvon baka o'ladi. Hech narsa. Jonqo'rg'on Rustamni chaqirib polvonlar foydasi yo'q. Duo bermadi. Ikkoning bir qo'y 200 ming so'm puli bor. Amin Allohu akbar. Qo'yni tortib olasizlar 45 kilo go'shi bor. Endi bo'lmaydiganiga yelanmaysan deb polvon. Chaqiramiz yuragida bo'lmasa keyin borish. O'g'lim, Ollamir akani bilan zilcha 100 ming so'm. Mirzo qilib rahmatli tog'amizdan ham 100 ming so'm. Ikkoning ham ishiga rivoz bersa, mashinasidan amal etib tursin. Klient ko'p bo'lsin. Bos, chigar. Bo'ldi 200 ming so'm. Bos, chigar. Chap qo'limdagi polvon Anglardan Erkin polvon. Yaxshi polvon. Bunisi Abdulaziz polvon Jarqo'rg'ondan. Hech narsa. Ey, yeshit. Polvonlar, shu bugun birinchisi bor. Angordan Alisher polvon Firdavs polvonni talab qilyapti yiqilgan aqal. Firdavs polvon birdan kiyinib kelasiz. Termiz Firdavs Tijolida yuradigan ukamiz. Firdavs kelib senga talab qiladi. Bir bo'lgan natijasini ham aytib qo'ying. Oldani keyin aytamiz, chiqib olsin-da oldin uni.
Dimka bilan ham ikkovga taalluqli gap. Kimni qo'ysang ikkovga bo'latan deb qo'shasan. Ikkovni ajratamiz, zotini beramiz. Ajragan zotini ikkovga qo'shasan, keyin boshqani olasan. Ikkovga qo'shasan, keyin boshqasini chiqarasan. Ana, Dimka. Ular quloq qo'sa istaymiz katta palvonlar kelgan bo'lsa bir ko'rinish beringlar. Soatdan keyin 1-may mahallasida ham kurash bor. Ana shuna palvonlar hozir dam qaytarish kerak. Tovoqlarni keyin tashlaymiz. Odam palvoniga qarab. Bir bilay kim kelganini Dimka palvon. Dimka palvon, kim kelganini ortiq palvon, bilay kim kelganini. Sabaka hisob. Shunday qilib chaqirma katta palvonlar. Qanlarda ularga? Hisob desandagi hisob beradigan narsa yo'q. Baraka bor. Birdan o'ng qo'limdagi palvon. Boysundan Quvonchbek palvon. Shu. Izdoni kelmasmi? Ikkalasining yozdingmi? Ikkalasining 600 ming so'm puli bor. Endi Dimka jon qarab, olishadigan joy bo'lmay qoldi. 1-2 ming sar tarafga qo'yib 200 ming. Kel shunaqa. Moyda palvon emas lekin. Olishayotganlar moyda palvon emas. Vot endi qo'shmaymiz. Jon qilib Jumma palvonning nomidan ham 200 ming so'm. Jumma palvon, Xudo ishingizga rivoj bersin. Har doim olg'a bo'ling. Allohu akbar. Qanday 263 kobalt kimniki bo'lsa darvozaning oldidan osil xalaqit qilyapti yaqin. 263 kobalt. Endi bunday sizlarni abzatni olishdi. Buni kema oyoq bosatdan tut qo'yib o'tiradi. Buni oyoq bosatdanmiz davlat palvon qo'yib olasiz. Hamdam palvon diqqat yo'qotdi. Bo'ldi. Muzaffar palvon Jo'rabek palvonning shogirdi. Qara Muzaffar. Qolmishdan. Tushunadigan borsin-da, tushunadigan. Ehtiyot bo'linglar. Qaranglar, tushunadigan borsin. Aka tushunsangiz boring. Yo'q, chiqmabdi. Chiqsa unda qo'ymaydi. Chiqqani yo'q. Muzaffar palvon Angardan. Siz Angarda borini himoya qilayotgan yigitlardan bu yigit. Zotini beringlar. Hozir oldim aka. O'zbekiston chempioni yoshda o'rtasida. Endi uni mubolag'asiz aytamiz dedik-da. Ko'pi mubolag'a qilyapsiz davralarda. Istasi. Yo'q, qo'yib olam. Davlat palvon qo'yib oldi berib, qo'yib oldi. Qo'yib olamiz. Endi So'ra palvonlarda ikkovi Sirdaryodan kelsa ham, Farg'onadan kelsa ham olishtiramiz. Davrada palvon kamaysa. Kecha mehmonga bordik-ku. O'tiratan joy bo'lmasa qayerga o'tirasan dedi. Shundan bu yerda joy bo'lmasa qayerga olishtiramiz? Qarab turmiz, sal kamaygandan keyin apti. Palvonni. Bosdi shuvara bosdi. Mahmud bosdi. Uning zotini tong'atqincha ham tugatgan palvonga yana bir nima qo'shib beramiz. Johir palvon qo'yaman. Tugamaydi ekan zotlar. Og'aylar. Shu to'y berayotganlarga ham bitta jonli qo'rsak bo'lsin-da. Hammaning uyida to'ylar bo'lsin. Yasha. Baxtiyor aka. Mahmud bosdi halol. Bo'ldi, Mahmud bosibdi. Halol berasiz Mahmudning zotini. Akanglar kasrlarga bor. Bo'pti, To'ra bobo op.
Sizlar bossalaring kasblarni qo'yib chiqinglar. Qo'shamiz. Yaxshi bo'lsin ekan. Mana aka, qanday sovrinlar. Like-ni bosib kurashga beringizlar, jigarlar. Qo'yman, palvon qo'yman. Xo'jayar palvon o'ng qo'limda Kayrandan. Navruz palvon Angordan. Ikkovining yozlaringni. Bitta gilami bor. Ustiga yoshlarning hozir sarap bo'layotgan palvonlaridan. Bu ikkovining zoti 1 million so'm puli bor. Amin, Allohu akbar. Ey Maratning oldiga boringlar. Mana joy berma shu yerda. Shu yerga boringlar. Xo'jib Hamid Kamaschidan 100 ming so'm. Hamidning ham ishlariga rivoj bersin. Bugun lekin zo'r qo'ya. Bundan oldingi changni ham qo'ydi. 100 ming, 200 mingdan qo'yadi. Turtib Nazar akamiz jo'g'alib qoldi dedik, topilib qoldi. Bo'laqa. Nazar akamizdan ham 200 ming so'm. Nazar aka ishlarimizga rivoj bersin. Bo'lmadi, qo'yib olasiz, bobish polvon. Bo'lmadi. Hech narsa bo'lmadi. Hech narsa. Cho'qat o'zingni bos aka, o'zingni bos. Navruz palvon bosdi. Endi halolga joy qil. Eshitdinglar, Sirdaryodan o'ng qo'limda Alpamish polvon, Mehmon polvon. Aylantirolmadim Alpamish nebara. Hamra polvon Angordan. Ikkovini yozlaring, Sirdaryo bilan Angorda. Sopar. Sopar. Yozdingmi? Sirdaryo bilan Angor ikkovining 500 ming so'm puli bor. Amin, halol tomosha beradi. Ey, Jahongir. Qamaysa qo'shamiz. Aka, pavoqlar ham endi hisob bo'lib ketdi aka. Endi pavoqlar ham endi kechib ketyapti. Endi bunday qilamiz. Dimka. Ilham. Dimka Ilham. Dimka qani o'zi shu yerda? Oltinsoydan Saman polvon. Shu polvon Akosh polvonga bir qarsaqlar bo'lsin. Bosda Akosh polvon. Yoshlar o'rtasida O'zbekiston chempioni. Yozdingmi Sopar? Sher polvon Angordan. Ovoz qolishaman deganlar hozir. Sher Muhammad kelganmi? Kelganmi? Ovoz qolishadi. Narqovat kelganmi? Yo'q, hech narsa. Qara. Xo'jayar polvonga bitta qolsak bo'lsin. Belli polvon. Kayrandan. Xo'jayar polvonning otasi shuni shuncha ham ustiga emir qolsak bo'lsin. O'zimizning Kayrandan Xo'jayar polvon, Bobosh polvon. Bir ikkoviga 800 ming so'm puli bor. Amin, Allohu akbar. Endi tamam turasizlar, hali chiqmaysizlar. Ikkovining bitta ko'samsarka ustiga 300 ming so'm puli bor. Amin, Xudo baraka bersin. Jigarlar o'zimizdan, qizimizdan bo'lmaydi. Toshpo'tga 500 ming so'm jigarlar bosdik. 200 ming so'm puli bor. Ol. Shu yerga.
Endi bunda ikkovga duo beraman, qolganini ol. Ikkovga duo beraman, qolganini ol. Meni davra to'lib ketdi. Soat 2da ham olish bir sal o'zidan qiston turinglar. Halol bas. Odamlarning shatagi ko'proq uzilsin. Sizga savdo bo'ladi. Amin Alloh. Bastı. Yaşı jirat falan bastı. Ey. Oldu. Buradan korkuyoruz ha. Yaxshi Falan kelak. çıkışını bastı. Kanı. Atası karakma. Olish berish Qur'onda bor o'g'aylar. Buni puli kim deganda bu kuni birov so'rayapti. Ali. Eslaringizda chiqmasin. Polvonning puli Ali. Bitta. Ikkinchi quloqsangizlar. Shu olishni bergan odamga shuni o'ylab hurmat qilgani uchun umrlari uzoq bo'lsin. O'g'lari bekka bo'lsin. Elimiz osoyishta bo'lsin. Pochtamiz odil bo'lsin. Orzorchilik, obodonchilik bo'lsin. Hammamiz yaxshi kunlarni nasib qilsin. Shu odamning qilayotgan ehsonlarini dargohi maqbul. Umrlari uzoq bo'lsin. O'g'lari bekka bo'lsin. Nima deyotgan bo'lsin, niyatdan ham bersin. Alloh nasib qilsin. Alloh akbar. Yashangizlar bobolar, bobolarga bir qo'rsak bo'lsin. Bir yerning o'rtog'iga tushish o'g'aylar hammaga emas. Polvonlar olishni davom ettiramiz.